Bolalar kecha menga telefon qilmanglarmi? Yo'q, men qilmadim. Nimaga? 16 Pro Max oldim-da, yangi desert rangidan. 512 talik. Narxi ham qimmatlab ketdi, 1.5 ga chiqib ketdi. Biroz so'radim senda. Ya endi mabodo telefon qilsanglar tanimay qolsam, xafa bo'lmanglar demoqchi edim-da. Hali kontaktlarni ko'chirib olmaganman-da. Endi sizlar qatdan tushunaringlar, sizlarda iPhone yo'q-ku. O'rtoq, sen bilan gaplasha olmayman, rolda edim-da. Sen yangi mashina olganmi, eshitmading yo'q? Centra 2022 hali probeg ham toza, yurilmagan, avtomat korobkasidan oldim-ku. O'zing telefon qilyapsan menga? Shu roldaligini aytib qo'ymoqchi edim-da. Chota oldingda g'alati shovqinlar eshitilib, avtobusdamisan deyman, ha? Bo'pti, men konsert yoqishim kerak, gaplashamiz-da. Sog'masayman shu bor. Chiroyli yuz ekan-a? Sen o'rtoq, mana bu lyustraga qaragin, kecha zalga qo'ydirganmiz. 30 million turar ekan. Vashim moshina yonadi, kolonkalari ham bor. 3 xil rejimda yonar ekan. Yaxshi. Nima aloqasi bor hozir? Nima ko'rsatyapsan? Nima bu zo'r deganga, bizdan undan zo'rda. Sizlar uylarda lustra yo'qmi? Ha, xo'p. Javoq tulan kuni yakshanba kuni reja qilmagan, chunki biz o'sha kun dachaga ketyapmiz-da oilaviy. $1.5 dacha gaplashdik. Ko'rsak hamma sharoiti bor. Baram, men qishda tug'ilganman-ku. Hey, nextacha aytib qo'yaman-da. Bu dacha vashi lyuks ekanda. Siz bormagansiz-ku bu dachalar. Yo'q. Ehtiyot bo'lib tursinlar, bo'lmasa ko'chaga chiqmasdan. Xo'p. Tinchlikmi? Dadam ozgina mazalar yo'q ekan. Sanatoriyaga gaplashib beraman deyapman shunga. Tuzalib ketsinlar. Bu как раз meni ham dadam kecha rahbar bo'ladilar. Hozir qo'lida bir 200 tacha ish ishlaydi. Glani rahbar bo'ldilar. Oyliga ham hozir 200 millionga yaqin qoldi dadamlar. Jasur, dadam mazasi yo'q deyapti. Yo, bilib turman. Prosta dadam deganga men ham dadam aytdim-da. Endi butun kompaniya dadamga qaraydi-da.